Yangi Dysonimda sochimni quritmoqchiman. Bu bittada quritib, ham dazmol qilingandek tekis qilib berar ekan. Ko'ramiz necha minutda sochimni qilib olaman. Vaqt ketdi. O'zim tarog'ida tarab. Men sochim jingalaydi, o'zi tegan. Doim tekis qilib yuraman. Qancha vaqtimi tejaydi. Vashshi zo'r qaranglar, ichida umuman dazmolga o'xshab qizib turadigan joyi yo'q deb, ham ichi oddiy. Faqatgina ma'mutdan chiqayotgan havoni hisobiga sochinglarni quritib tekis qilib beradi. Tushunasizlarmi? Dazmol emas-da bu, lekin dazmol effektini beradi. Shuning uchun sochinglarni ham kiydirmaydi. Menga eng kerak narsa. Davom etamiz.